Laqma ayiq. Assalomu alaykum mening ertaksevar kichkintoylarim. Sog', omon yuribsizmi? Ha, barakalla. Bugun ham ertak eshitishga tayyor bo'lsangiz, diqqat qiling. Hozir sizga Laqma ayiq deb nomlangan qiziq bir ertakni aytib beraman. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Quyuq va ulkan daraxtlar bilan qoplangan yam-yashil o'rmonda juda bahaybat, ammo laqma ayiq yashagan ekan. Bir kuni u tushida 3 bo'lak yog'li go'shtni topib olganini ko'ribdi. Ertalab uyg'ongach esa ko'rgan tushi haqida o'ylay boshlabdi. Gohida tush ham o'ngidan kelishi mumkin-ku. Balki bugun chindan ham omadim chopib, mazza qilib go'sht yerman. Bu yerda o'tirganim bilan ish bitmaydi. Undan ko'ra tushimga kirgan go'shtni izlab yo'lga chiqqanim ma'qul. Ayiq shunday deb yo'lga tushibdi. U yon atrofni sinchkovlik bilan ko'zdan kechirib borayotib, uzoqdan bir uloqchaga ko'zi tushibdi-yu, tushi o'ngidan kelayotganiga quvonib, uni ta'qib qila boshlabdi. Ayiqning ortidan kelayotganini uloqcha ham sezibdi-yu, ammo qochishning sira ilojini topa olmabdi. Shunda u tavakkaliga ayiqning qarshisiga chiqib, ikki bukilganicha salom beribdi. Assalomu alaykum, ayiq janoblari. Va alaykum assalom. Sen meni taniysanmi? Bo'lmasam-chi, sizni kim ham tanimaydi deysiz? Axir qishlog'imizning kattasini hamma biladi, hurmat qiladi. Men esa hammadan ko'proq hurmat qilaman. Esla olmadingizmi? Otangizning uyida qo'shiqchi bo'lganman-ku. Shunaqami? Buni qara-ya. Otamni qo'shiqchisini uchrataman deb sira o'ylamagandim. Qani, gaping rost bo'lsa, menga bir qo'shiq aytib berchi. Ayiq shunday deyishi bilan uloqcha darhol qo'shig'ini boshlabdi. Aniqrog'i, ovozining boricha mahray beribdi. Buni eshitgan cho'pon biror falokat bo'lganini sezib, ovchi itlarini olib tezda uloqchaning oldiga yetib kelibdi. Qo'shiq eshitish umidida bo'lgan laqma ayiq esa itlarni ko'rishi bilan jon holatda qochib ketibdi. Bechora qochib bir daraxt tagiga nafasini rostlash uchun o'tirgan ekan, sal narida o'tlab yurgan bir juft qo'chqorni ko'rib qolibdi. Ayiq bu safar omadi chopganiga chippa-chin ishonib, o'zicha o'ylabdi. Ertalabdan beri tuz totganim yo'q. Yuguraverganimdan qornim ham rosa ochib ketdi. Yaxshisi, mana shu qo'chqorlarni yeb qo'ya qolaman. Shu maqsadda ayiq qo'chqorlarning yo'lini to'sdi. Kutilmagan bu uchrashuvdan qo'chqorlar sarosimaga tushib qolishdi. Ular ayiqdan qochib qutulishning iloji yo'qligini bilib, ayyorlik yo'liga o'tishga ahd qilishibdi va u bilan quyuqqina qilib
salomlashib ketishibdi. Be. Assalomu alaykum. Be, yaxshimisiz? Ayiq polvon. Assalomu alaykum. Biz shaxsan qishlog'imiz kattasiga yem bo'lishdan bag'oyatda mamnunmiz. Be. Avval meni yeng, ayiq janoblari. Yo'q, avvalo meni go'shtimni tatib ko'ring. Yo'q, avval mendan boshlang, ayiq janoblari, mendan. Be. Nega endi sen birinchi bo'lishing kerak? Men birinchiman. Bu janjaldan ayiqning boshi aylanib ketibdi. Kimni birinchi bo'lib yeyish kerakligi ustidagi bahs esa yanayam avj olibdi. Oxiri qo'chqorlardan biri shunday debdi. Be, ayiq polvon, ruxsat bering, mushtlashib musobaqa o'ynaylik. Kim g'olib chiqsa, shuni birinchi bo'lib yeyaverasiz. Ayiq rozi bo'lgach, qo'chqorlar 5 qadam orqaga chekinib, bor kuchlari bilan yugurib kelib, uning biqiniga chunonam kalla qo'yishibdiki, sho'rlik o'zidan ketib yiqilibdi. Anchadan keyin o'ziga kelib qarasa, qo'chqorlardan nom nishon ham qolmagan emish. Ayiq yana aldanganini anglab, noiloj yo'lga tushibdi. Oradan ko'p o'tmay ro'parasidan bir tuya chiqibdi. Uni ko'rgan ayiq xursand bo'lib ketibdi. Hammasidan bunisi soz bo'ldi. Semizgina. Go'shti ham ko'proq. Tushum o'ngidan keladi shekilli. Ayiq ovozining boricha tuyaga baqira boshlabdi. Hay tuya. Turgan joyingda to'xta. Tushimga kirganding. Endi men seni yeyishim kerak. Ayiqning bu gapini eshitgan tuya undan qutulishning yagona chorasi hiyla ishlatish ekanligini tushunib, u bilan so'rasha boshlabdi. Assalomu alaykum, ayiq polvon. Va alaykum assalom. Sen meni taniysanmi? Albatta. Sizni avvaldan taniyman. Axir otangizning xabarchisi edim. Esingizdami? Hozir ham otangizdan maktub olib kelyapman. Maktub? Rostdanmi? Qani u? Unda nima deb yozilgan? Hammasi paypog'imga yozib qo'yilgan. İstasangiz o'qib ko'rishingiz mumkin. Faqat biroz egilishingizga to'g'ri keladi-da. Ayiqning qiziqishi ustun kelib, maktubni o'qimoqchi bo'lib tiz cho'kkan ekan. Tuya shu zahoti uni tepib, uzoqlarga uchirib yuboribdi. Bechora ayiq kutilmagan zarbadan qushini yo'qotibdi. Shunday qilib, ko'rgan tushiga ishonib, harakat va mehnat qilishning o'rniga tayyoraga egalik qilishni istagan ayiq jazosini olibdi. Mana, aziz bolajonlar, ertagim ham nihoyasiga yetdi. Xo'sh, ayiqqa rahmingiz kelyaptimi? Agar u tushiga ishonib
qo'l qovushtirib o'tirmay mehnat qilganida edi, bu kabi noxush vaziyatga tushmagan bo'lar edi. Bu unga yaxshigina saboq bo'ldi. Ha, ertakdan to'g'ri xulosa chiqarib oldingiz deb o'ylayman. Agarda shunday bo'lsa, barakalla. Endi esa yanagi ertak eshitish vaqti kelgunicha sizlar bilan xayrlashaman. G'oyibona diydorlashguncha sog' u omon bo'linglar, mehribonlarim. Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.